Islomning asoslari. Islomning asoslari nimalardan iborat ekani haqidagi savolga javobni Islom payg'ambari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan birida topamiz. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu qol: Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Buniyal islamu ala khamsin: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عبد الله ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Islom 5 narsaga bino qilingandir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb shahodat keltirish, namozni to'kis ado etish, zakot berish, haj qilish va Ramazon ro'zasini tutish dedilar. Buxoriy, Muslim, Termiziy va Nasai rivoyat qilganlar. Ushbu hadisi sharifda aytib o'tilgan 5 asos islom binosining poydevori bo'lgani uchun islom o'sha 5 narsaga bino qilingan deyilmoqda. Ammo bu islom faqat 5 narsadan iborat degani emas. U 5 narsa asos va ustunlardir. Har bir binoning poydevori va ustuni uning o'zagini tashkil qilganidek, bu 5 narsa ham islomning o'zagini tashkil etadi. Bino mukammal bo'lishi uchun poydevor ustiga, ustun atrofiga devor urish, shift qilish va boshqa zarur ishlarni bajarish lozim bo'ladi. Islomning boshqa farz va vojiblarini shunga qiyoslash mumkin. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi iymon rukunining o'zagi bo'lsa, farishtalarga, payg'ambarlarga, ilohiy kitoblarga, yaxshi-yu yomon qadar Allohdan ekaniga va boshqa e'tiqod qilish lozim bo'lgan narsalarga iymon keltirish unga qo'shiladi. Namoz amaliy, badaniy, jismoniy, ruhiy ibodatlarning ruknidir. Boshqa shunga o'xshash ibodatlar esa unga qo'shiladi. Zakot moliyaviy ibodatlarning ruknidir. Boshqa moliyaviy ibodatlar unga qo'shiladi. Haj ham moliyaviy ham jismoniy ibodatlarning ruknidir. Boshqa moliyaviy jismoniy ibodatlar unga qo'shiladi. Ro'za tark qilish, o'zini tiyish ibodatlari ruknidir. Boshqa o'zini tiyish ibodatlari unga qo'shiladi. Shularning hammasi bir-biriga qo'shilgandagina islom binosi mukammal holatga keladi. Diniy ta'bir bilan aytganda, islomning 5 rukni degan nomni olgan ushbu 5 asos insonni baxt saodatga eltuvchi ilohiy ta'limotning, yana ham aniqroq qilib aytsak, insonning 2 dunyodagi baxt saodatining asosini tashkil etadi. Alloh taolo cheksiz hikmat egasi bo'lgan zotdir. U zot aslo behikmat ish qilmaydi. Alloh taoloning islomni insoniyatga qiyomat kunigacha 2 dunyo saodat yo'lini ko'rsatuvchi o'zining oxirgi dini qilish ham bir olam hikmatdir. U zotning yuqorida zikr qilingan 5 rukunni islomning asosi qilib qo'ygani ham ayni hikmatdir. Bu gapning tasdig'i uchun o'sha 5 asosning inson baxti uchun keltiradigan foydalarini o'ta qisqa ravishda bir eslab o'tishning o'zi kifoya qiladi.
insonning yakka ilohiy ma'budga e'tiqod qilishga muhtoj ekanini tajriba ham ko'rsatdi. Xudosizlik nima ekani, u insoniyatni qanday balolarga giriftor qilishi sinab tatib ko'rildi. Ko'p xudolik ham foyda bermasligini hamma anglab yetmoqda. Allohning o'g'li bor. Alloh 3 shaxsning, ota, o'g'il va muqaddas ruhlarning qo'shilishidir deb da'vo qilganlar ham hozirda o'zlarining aqidalari noto'g'ri ekanini tushunib yetmoqdalar. Muhammadur Rasululloh kalimasi esa o'zining inson hayoti uchun naqadar zarurligini aniq ayon etdi. Insoniyat uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallamdek o'rnak bo'larli zot, yo'lboshchi qaytib tug'ilmadi. Bu hozirgi kunda har damda, har qadamda sezilib turibdi. Inson o'zi o'rnak olishi uchun ixtiyor qilgan shaxslari foyda bermayapti. Xayolda to'qib olingan soxta ibratlar ham ish bermay qo'ydi. Bugungi kunda, ayniqsa, Muhammad alayhisalomga dushman bo'lgan g'arb yurtlarida u zot sallallohu alayhi va sallamning shaxslariga ehtiyoj kuchayib bormoqda. Avvalroq buyuk ingliz yozuvchisi Bernard Shaw agar Muhammad payg'ambar tirik bo'lganida bizning hayotiy muammolarimizni bir piyola qahva ustida hal qilib berar edi degan bo'lsa, yaqinda g'arblik mutaxassislar kishilik tarixida insoniyatga eng ko'p foyda keltirgan 100 kishining ro'yxatini tuzib chiqib, unda Muhammad sallallohu alayhi va sallamni birinchi o'ringa qo'yishga majbur bo'ldilar. Bu yerda gap faqat moddiy foydalar haqida ketmoqda. Shunday ekan, musulmonman deb yurganlar o'zlarining payg'ambarlari bilan har qancha faxrlansalar arziydi. U kishidan har bir holatda o'rnak olishlari, har ishda u zotning sunnatlariga amal qilmoqlari zarur bo'ladi. Namoz insonning kundalik hayoti uchun har tomonlama zarur amal ekani ilmiy ravishda ham isbotlanmoqda. Namoz o'zining son-sanoqsiz foydalari bilan inson hayotini hamma sohalarda tartibga solib turuvchi vosita ekani tabora ayon bo'lmoqda. Hozirgi kunda ilmiy yo'l bilan hayot kechirish uslubini izlagan, moddiy taraqqiy etgan yurtlar aholisining ko'pchiligi namoz tufayli islomga kirmoqdalar. Kishining har taraflama pokligini, sog'ligini ta'minlovchi, uni Alloh bilan, Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan, mo'min birodarlari bilan doimiy aloqada ushlab turuvchi namozning ahamiyatini endi kim ham inkor qila oladi? Poklanish so'zidan olingan zakot asosida qurilgan iqtisodiy aloqalargina insoniyatning iqtisodiy muammolarini hal qilishi mumkinligiga ishonchimiz komil. Bunda boy va kambag'al tabaqalar orasidagi aloqalar yaxshilanishi hamda boylik hammaning baxti uchun xizmat qilishi o'z ifodasini topgandir. Hajni ato etish uchun safar qilish lozim bo'ladi. Hajda dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlar uchrashib, turli muammolarini hal etishga urinadilar. Dunyoda kundan kunga sayohat shirkatlari ko'payib, turli xalqaro uchrashuvlar soni ortib borayotganining o'zi hajning insoniyat hayotida qanchalik zarur amal ekanini ko'rsatib turibdi. Mazkur sayohat shirkatlari va uchrashuvlar odamlar tomonidan o'z ixtiyorlarini qondirish uchun bir urinish xolos. Uni insonning o'zi o'ylab topgani uchun ham kamchiliklardan xoli emas. Islomiy ziyorat va uchrashuvlarda esa hamma narsa to'g'rilik bilan halol poklik yo'lida bo'ladi. Bugungi kunda ro'zaning foydasini, ro'za nimaligini bilmaydigan xalqlardan so'rash kerak. Ular asrlar davomida o'zlari uchun ruhiy va jismoniy sog'lik manbaini izlab,
son sanoqsiz tajribalar o'tkazib, bu omil ixtiyoriy ochlikda ekanini endigina milodiy 20-asrning oxiriga kelibgina tushunib yetdilar. Islom esa bu fazilatni musulmonlarga bundan salkam 15 asr muqaddam taqdim qilgan va ibodat sifatida buyurgan. Endi o'zingiz xulosa qilib ko'ring. Butun borliqni, jumladan insonni yaratgan zotning yolg'iz o'ziga ibodat qilgan inson naqadar baxtli. Insoniyatning eng buyuk vakili Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan o'rnak olgan inson naqadar baxtli. O'z Robbiga har kuni 5 mahal ro'baro bo'lib munojat qilgan, doimiy ruhiy va jismoniy poklik bilan yashagan inson naqadar baxtli. Topgan mol davlati bilan o'z Robbi va qarindoshlarining roziligini qo'lga kiritgan inson naqadar baxtli. Dunyo bo'ylab dindoshlari bilan yuzma-yuz muloqot qilish, butun insoniyat yakdilligi uchun hissa qo'shish barobarida gunohlaridan poklangan inson naqadar baxtli. Jismoniy sog'lig'ini tiklash, ruhoniy kamolatini o'stirish bilan bir vaqtda Robbul alaminning jamoliga musharraf bo'lgan inson naqadar baxtli. Yuqorida har bir binoning poydevori va ustuni uning o'zagini tashkil qilganidek, bu 5 narsa ham islomning o'zagini tashkil etadi. Bino mukammal bo'lishi uchun poydevor ustiga, ustun atrofiga devor urish, shift qilish va boshqa zarur ishlarni bajarish lozim bo'ladi. Islomning boshqa farz va vojiblarini shunga qiyoslash mumkin degan edik. Mazkur mukammal din binosini tasavvur qilish uchun esa navbatdagi sarloha ostida keltiriladigan muhaddislar tomonidan Jabroil hadisi deb nomlangan hadisi sharifni o'rganishimiz